Maktablar tarixi 3-qism. Oldingi Qipchoq rayonida joylashgan 11-maktab Rus davlat arbobi Nadejda Krupskaya nomi bilan atalgan. U Leninning turmush o'rtog'i bo'lgan. 11-maktab Qipchoq rayonidagi birinchi tashkil qilingan maktab. U Xorazmning Mang'it rayonidagi 1-maktabdan 3 yil oldin tashkil qilingan degan ma'lumotlar bor. Xato eshitmadingiz. Qipchoq va Mang'it rayonlari. U haqda keyinroq aytamiz. Davom etamiz. Bizning 12-maktab Nikolay Ostrovskiy nomi bilan atalgan. U O'rtaqal'ada joylashgan. Bog' mahallasidagi yoki eski Varashildagi 13-maktab Ukrain shoiri Taras Shevchenko nomi bilan atalgan. Qozoq shoiri Abay Qononboyev nomi Quyuqko'pirdagi yoki Xo'jaovuldagi 14-maktabga berilgan. Qilichboydagi 15-maktab Rus yozuvchisi Aleksandr Gertsen nomi bilan atalgan. Kuzatishda davom eting. Xatolarimiz bo'lsa, izohda yozing.